Assalomu alaykum hurmatli Uchtepalik yoshlar. Bugun Uchtepa tumanida katta bir tadbir, u ham bo'lsa mana shu Uchtepadagi mavjud 32 ta umumta'lim maktablarini bitiruvchi sinf o'quvchilari orasida kimdir soliq tizimi xodimi bo'lish istagida bo'lgani uchun bizga taklif berildi. Faqat nima yurtimiz ham o'zimiz ham boy bo'lamiz. Chunki bu narsa faqat xalqi uchun to'lanadi. Bu xalqi rivojlanishi uchun, kelajak uchun to'lanadi. Bu nafaqatgina bu soliq qo'mitasi buni olib ham yeb ham qo'ymaydi, bu narsani ishlatmaydi, chunki hammasi xalq uchun bo'layotgan narsa. Я сама, у меня есть приложение Соло-Курс. Каждый раз, когда я делаю покупки, я всегда выпрашиваю чек, если они не дают. Agar iloji bo'lsa maktablarda tashkil qilsangiz biz qo'shilardik shunga. Chunki bu qamrovni kengaytirish kerak deyman. Bu tushunchaga mana bizning tushunchamiz bor, lekin yoshlarimizda tushuncha kamroq. Tarixda juda ham ko'p soliqlar turlari bo'lgan. Masalan, jizyani olsak bo'ladi, jon solig'i, juzya, keyin xiroj, yerda olinadigan soliq. Kelishib olgan holda SIM kartani olish yoshini kamaytirish kerak deb hisoblayman. Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh sudyasi shunday derdiki, soliqlar bu sivilizatsiyaning narxi, ularning asosi deydi. Hamma narsa qayerga borib taqiladi? Bilimga va tartib-intizomga. Amir Temur ham soliqlarni unchalik ko'paytirmagan. U asosan kamaytirishga harakat qilgan. Rejalarimizda amalga oshirish imkoniyati bo'layotgan yilda sizlarga faqat va faqat yaxshilik, omad, yor bo'lsin.